Rekka chiqqan videolaringizning birontasidan qarindoshlaringizni qidirib o'tirmang. Foydasi yo'q. Layk bosmaydi baribir. Podpiska ham tashlamagan. Kommentda ijobiy fikrlarda ham ular yo'q, topilmaydi. Lekin har bitta videongizni qo'yishingiz bilan ko'rishadi. Baraka topgirlar. Men layk bossam, podpiska tashlasam, foydasi tegadi, puli ko'payib ketadi deb o'ylashadi. Buning ham yaxshi tarafini o'ylaydilar-da, puli ko'payib ketsa, meni tanimay qoladi, qarindoshchilik rishtalarimizga putur yetadi deb o'ylaydi ular. Qo'ying, foydasi tegsin, layk bosing, podpiska tashlang, fikr bildiring, ijobiy fikrlar. Puli ko'payib ketsa, sizga ham foydasi tegib qolar. To'ylarda ko'rishaylik.